Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan yana Azamatjon Dilmurodov. Bilasiz, yaqinda o'z blogimni ochdim va kontentlar olishni boshladim. Bu kontentlarni olishimdan asosiy maqsad nima? Men ham 2 yil oldin ko'pchilik hozirgi talabalar singari Amerika orzusidagi bir talaba edim. Amerikada o'qish meni eng katta orzularimdan bittasi edi. Lekin afsuski, Amerikaga topshirish jarayonida juda ko'p qiyinchiliklarga uchradim va vizadan reject olishimga sabab ham bo'ldi. Chunki menda yetarlicha experience, financial difficulties bor edi va undan tashqari bironta Yevropa davlatida bo'lmagan yosh talabalardan biri edim desam bo'ladi. Va o'sha payt o'zimga bitta maqsad qo'ydim. Kelajakda men kabi chet elda o'qimoqchi bo'lgan talabalarga yordam berish maqsadini qo'ydim. Va bu ishni boshlashimdan asosiy maqsad, bu kontent olishimdan asosiy maqsad nima bo'libdi? Men yordam bermoqchi bo'libman chet elda o'qimoqchi bo'lgan talabalarga. Asosiy sababi shundaki, bizda yetarli ma'lumotlar, kontentlar yo'qligidadir. YouTube'ga kirsangiz, qidirsangiz, ruscha yoki ingliz tilida juda ko'p kontentlar, videolar chet el haqida topishingiz mumkin. Va eng alam qiladigani, ularning 90 yoki почти 100% rus tili yoki ingliz tilida. O'zbek tilida kamkin kontentlar bo'lsa ham ular reliable, ya'ni ishonchli emas, ba'zilari esa umuman juda sifati past yoki ma'lumotlari kam desak ham bo'ladi. Va men shu videolarni olishga qaror qildim. Hozir men Italiyadaman, bu shans menda bor va bu yerdagi hayot va ko'proq opportunitylar haqida o'zim kabi talabalarga, qiyinchilikka uchragan talabalarga misol uchun share qilish yoki bu narsalarda yordam berish maqsadi paydo bo'ldi, imkoniyati paydo bo'ldi. Va asosiy maqsadim shunga aylandi. Agar siz meni bu yo'lda qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsangiz yoki bu videolarim, olayotgan kontentlarim sizga foydali va manfaatli bo'lsa, bizga obuna bo'ling va umid qilamanki, bu yo'lda biz katta guruhga aylanamiz va juda ko'pchilikka manfaatli bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar bilan Vivi Italy kanali bo'ldi. Har doimgidek Azamatjon Dilmurodov. Arrivederci.